Akalar narxi 100 ming dollar bo'lgan 8 ga 4 Hardik stilidagi 25 kubalik kuzovga ega KAMAZni bugun siz bilan obzor qilamiz. Qani ketdik. Motoriga to'xtaladigan bo'lsak 396 kuchlik Euro 5 motor turibdi. Korobkasi ZF 8 pog'onali ZF turibdi. Motor полностью Euro 5 standartiga javob bergani uchun mochovina qo'yish uchun bu yerda idish mavjud. Ikkinchi o'sga tiyagaga вспомогательный ravishda обязательно gidravlический silindrlar joylashtirilgan. Bak hajmiga to'xtaladigan bo'lsak, umumiy 400 litrni tashkil etadi. Ballonlariga to'xtalsak 315 80-22,5 razmerdagi Edwards brendidan karierniy protektordagi shinalar bu yerda joylashtirilgan. Kuzovi Hardik stilida ko'rsalaringiz bo'ladi. Ancha baquvvatlashtirilgan, ancha usilit qilingan kuzov. Bu albatta sifatga alohida e'tibor qaratilgan. Xo'p, zip instrumentlari saqlash uchun uncha katta bo'lmagan yashik, havo resiveri va bu yerda joyi kichkina bo'lgani uchun akkumulyator 190 talikdan ikkita akkumulyator bor, tepa-past qilib joylashtirilgan. Katalizatorga ega gilishli samovori. Texnikamiz Euro 5 standartiga javob bergani uchun albatta katalizator bu yerda mavjud. Va albatta zapaskani ko'tarib tushirish udobniy bo'lish uchun gidravlический silindrdan foydalanilgan. Ya'ni ancha-muncha haydovchiga yordam tariqasida. Ana endi buni salon qismini ham bir qator ko'rib chiqamiz. Bismillah. Oho, ancha-muncha o'zgarishlar bor salon qismida, ya'ni rul chambaragini o'zida ancha-muncha o'zgarish bor. Tabloda ham o'zgarish bor, priborlar panelida ham ancha-muncha o'zgarish bor. Hamda bu yerda ko'rishingiz mumkin, taxograf bu yerda joylashtirilgan. Oynalar полностью elektrda chiqarilib tushiriladi, ya'ni stiklopodъемник elektriskiy va bu yerda spiral, mana bokovoy oynaning spirali ham bor. Bokovoy oyna полностью elektrda regulirovka bo'lar ekan. Xo'p, eslatib o'tganimizdek, korobka ZF 8 ta pog'onalik, tepada lyuk bor, o'sha eski. Xo'p, spalnisi 1 kishilik, sidinalari воздушный harakatlanadigan sidinalar albatta. Xo'p, ancha-muncha bu yerda tabloga knopkalar qo'shilgan. Bularni birma-bir aytib o'tishga hozircha men o'ylayman hojati yo'q. Bu yerda bizda ishlamaydi bu qurilma. Servis uchun chaqiruv tugmasi joylashtirilgan. Bir dona va ikkinchisi bu tomonda, yo'lovchi tomonda joylashtirilgan. Akalar, eslatib o'tamiz, bu texnikaning narxi salkam 100 ming dollar, 1 milliard 270 million so'mni tashkil etadi. Hozirgi kunda sotuvda albatta mavjud. Kontaktlari qoldiramiz, bemalol bog'lansalaringiz bo'ladi. Batafsil xudo xolasa YouTube uchun ham albatta yaqin kunlarda mana shu texnikani obzor qilib albatta joylaymiz. Ushbu videoni KAMAZ ishqibozlariga jo'natib qo'ying.